Assalomu alaykum Visa Support jamoasi. Mana bugun yana navbatdagi Qozog'istondan viza olgan do'stimiz turibdilar. Demak, keyslari 12626 oilaviy mana 5 kishiga viza chiqqan Amerikaga, Qozog'istonga borib, intervyudan o'tib olib kelishdi. Birdaniga o'xshagani yo'q. Qancha qiyinchiliklardan o'tildi, qancha nima deydi, bo'lmasa kerak degan xayollar bo'ldi, lekin mana peshonada bor ekan, olishdi vizaligini. Qalay bo'ldi? Zo'r aka, mana Allohga shukr borib, mana sizni xizmatlaringiz juda katta o'tdi aka. Xudo xolasa borib, mana vizalarimizni oldik qo'limizga. Kutmagandik bu darajada. O'xshashini kutmagandik. Tavakkal topshirib ketdik o'shanda kelganimizda. Mana shu tavakkal qilganingizga pushaymonmisiz, pushaymon emasmisiz? Aka. Chunki ba'zilar borda aytadi, rasxod ko'p ketar ekan, hali Qozog'ga borsa viza beradimi, yo'qmi degan savollar tug'iladi. Bular avgustda kirishdi. Bulardan oldin mana Hoji Akbar akam iyulda kirganlar. Iyulda kirgan hamma administrativ tekshiruv olyapti. Hech kimga viza bermayapti. Lekin shu holatda ham 5 kishi oila bilan borib turib, mayli peshonamni ko'rganim bor bo'lsa, ko'ramiz deb turib, oila bilan xarajat qilib, bundan oldin hamma api olib chiqyapti. Hech kimga viza bermayapti. Shunda ham tavakkal qilib borib, oxir oqibat mana natijasi bo'ldi tavakkalni. O'shaning uchun o'zi bu green carddan o'zi tegi tavakkal. Ko'pchilik aytadi, o'ynaymiz, sizdan o'ynasak yutamizmi, necha foiz garantiya yo'q. Biza hech narsa, biz yo'lini to'g'ri qilib beramiz, xudo xolasa. U yog'i peshonanglarda yozilgan bo'lsa bo'lib ketadi. Faqat shu tavakkal qilishdan qochish kerak emas. 11800 bor. 11900 bor. 12000 nechi bor. Men o'zim biladigan odamlarimda. Qilmadi, bormadi, ishonmadi. Mana Qozog'ga ham qildingiz, shunchalik olmayapti-yu babi deyishdi. Lekin oxirida hamma narsani oxiri hal qiladi. Oxirida mana natija bo'lgandan keyin endi qancha pul, qancha harakat qilmasin, endi imkon yo'q. Chunki poyezd ketdi. Shuning uchun siz qilgan tavakkalingiz bilan tabriklaymiz. Viza mana yaxshi natija bo'ldi. Xudoga shukr. Eng muhimi, men o'zim ham ko'p xursandman. Yuzim yorug' bo'ldi. Chunki hamma bu yerda hazil ekam xarajat bo'lgani yo'q. Borish, kelish, kutish, yana u yerda haligi nima bo'lar ekan degan o'y xayol, yon atrofda qancha odam kuzatib turibdi, green cardni yutuvding, ketmadingmi desa qanaqa botishini men bilaman. O'shaning uchun mana qilgan tavakkalingiz, bizlarning qilgan xizmatlarimizni natijasi. Sizga oq yo'l, Amerikaga eson-omon borib, yaxshi joylashib oling. Visa Support jamoasiga kattadan katta rahmat. Mana shunchalik akamga ishonib topshirdik. Yuzimiz yorug' vizalarimizni oldik. Hoji Akbar akam ham mana yana bitta akali bo'ldik. Xudo xolasa Amerikada ham aka-uka bo'lib yuraverdik. Rahmat aka.